Şolpan geldi. Her iş seherden başlanıdı. Yaxşı kayfiyat bir kunning oshquchi. Yuija, ya'ni Munavvar doktor, mayli xizmat yoki safarda bo'lay, mendan ayrilmaydi. Yo'q, men uni yenimdan ayirmayman. Uni kichik chog'ima. Ba'zida kichik ishlar cho'ng ishlarga ta'sir qiladi. Bir kunlik yaxshi kayfiyat bilan hayot qaynonlig'i shunday sinamanki, baxtni, muvaffaqiyatni, hayotning qimmatini ko'zam yordilar. Umid meni davomli olg'a undaydi. Baxtni qo'llashga, his qilishga undaydi. Sog'lom turmushni o'zingiz izlab toping. Munavvar doktor. Markalık mahsulotlarni itibar bahası etib olmoqchi bo'lsangiz, itibar Turso shaharchimiz kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda bexatar ig'lik tikilmoqchi bo'lsangiz, Xinjiang So'dimal to'rimizga kiring. Atrofingizga yemak-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan itibarga erishmoqchi bo'lsangiz, itibar Turso shaharchimiz turmush supisiga kiring. Itibar bahası mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, itibar Turso shaharchimiz mashina supisiga kiring. Hazır organ salonumuzu qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bog'larga erishish fursatingiz bor. Ya qara. Mesbiyat. Ya dehşet kızgın jo'mi qismlar. Bu qanchinchi sanbog' edi? 2020-yili. O'tirdiki bir salat ya. 8-sanbog' deyman ha. Chiqib bekpayzoga shu uzun qotujmamış işte bir İçilip bir oturup bakmak ne bu programlarda? Rosa, aldınqı neçə salladımı? Yaxşı buvatıdı, qızıvatıdı. Lekin manadaki çaqçaqçılar təklif qılınmadı. Şu. Dağınlık bir çaqçaqçılarını bir ekibini bakmadık. Çaqırıb baxamdıq ya. Rast. Ben sana çokum işini məndigine. Bir çaqçaqçı ustazımızdan sen çokum çaqırıb eklərləyəsədiyinə. Hem işte meydan bir ekəsən, başqa çolpanlarını çaqırıb şuma yaşıb bir qoxasal qoram, çaqçaq tamam da. Bunda deyin olub, dərhal telefon qıb hazır kel digil olmaydı. Heç Cevdet kan bağı, sen numar bağı. Ya telefon qıla. Ürümçi kepti deb alğandım. Baxay. Telefon qıb Cevdet kan bilə yaxşı ütümən. Hem bunda məsləhətçiyim deməksə, məsləhətçiyim desən qaçıdı. Telefon qıyım deymə? Programı bataka. Həmişdən bir qatnışıb bəsən, çoxum yaq deməkdir. Baxay işte. Set dramatiknə. Baxay. Baxayab da. Sen yaqlamsa ya. Sen yaqlamsa. Ammamdı. İkinci etsə. Və? Yaxşımı Nurali? Yaxşı, Cevdetka. Özənçü, yaxşı tudunma. Yaxşı, özənçü? Yaxşı, nemiş qatsa? Hemen mahalle qıyma karşı Judiyan'ınki dıqında tamaq yaptı. Bir toy işi vardı, şunu güzel. Çaqçaqdım vaka. Oldu da şimdi yaman ayacan qıtılsının tanıcılık qadımı nime? Ya, mında gepti aka mı şu 6-cı qavetdeki bir çıqıpını düşəmsə ya. 6-cı qavetdeki? Ha. Sen berdiğin bir nəsə batdı. 6-cı qavet çıxıb düşəmsə dedim, mən yox, qəyməyin o çaqçaqçısı deyil. Ya, sen berdiğin bir nəsə batdı, çıqıplam düşsən qanda bula. Vaxtın yetemdi. Meyli o, seni onu görüşüp getmişsem qanda aldı bir yer çıqqan beki. Vay isil aka, ondan çıqa aka. Dentiyedin çıqıplam soldurab qarsan bir işik var, kırsan lan buldu aka. Maqul. Buldu, seni onu bir əsr alışıp görüşmem qoy. Maqul aka, saqlayımız əmsə. Maqul. Şimdi qara, bir çıqqan vaqtda özən keltirib bir qız getmək, əkəb oturumuz məyəndə sorunu başlayımız. Aşağı qılandıq. Onda olsa bula ha, Cevdetkama, bunda bir küldiğen yerler kep kaptık o hem de. Ravurs bir içilip yelip bir küleyli. Tuyuqsuzdan bir çakırıp kaldık, şunda olsa mı keyfiyatlarını canlandırış için ha. Hoş şunda olsa 2022 yıllık Munavvar Doktor Çolpan geldiği programımızdan bugünkü sanığa teklif kılınğan bizden mehmanımız bolsa, emmeki tunuşluq, kelişken çaqçaqçımız desek herkese artıq ketmeydi. Emmeyden körüp bakan bilimiz o. Onda olsa emmeyden bir alqı sadalarımız bilen senimizge Cevdet Rəbqat qam təklif qılımız, mərxəmət! Ya bu pul çıkırış botağa çakar. Ey qalaylı. Şurada yaman tuyuqsuz qanaqaraq. Allah yaxşı olama. Özünlə yaxşıma salamatmı? Ya manda dep qoymam səbə tayyorluqlarını qıb kəməndi qoyaga. Ya şu muşum boldu aka. Yaman emas qo. General niyə ağa nə qıptı sən? Kimlər ya? Ya mislək sipre bir yana bir proqram işlə olarsa.
Ya bo'ldimi, sen ham shunda yarışıp mayliq sayohat demeknik xodiklarda. Rahmat aka. Kelganingga xush bo'ldik aka bizmi. Tuyumda deb qo'ysa emasmida bir tayyorliqlarni qilib ancha-muncha badan qizitib degandek men tilni angma degan 20 yabig'irlik qiz yutdi. Xo'sh aka, unda bo'lsa, bugun mana mush ekran oldidagi ko'rmalar uchun, tomoshabinlar uchun bir deb qo'ydigan bo'lsa, hozir bir davosan aka. Unda yer bo'lsa, sizlar bunchalik go'zal sahnani ajratgandan keyin men sizlar uchun birdan-biridan xizmatinglarda bo'lmayman, kuldirelayman-da. Ha, albatta aka. Salam ekran oldidagi barliq ko'rmanlar, Kamini Javdat Rabqatdan hammanglarga mehrlik salom. Nurali Ufkam bugungi Cho'lpon keldi programmasida sening bilan shundaqlamishadiki barliq qarindoshlar bilan ekran oldidagi barliq do'stlar bilan yuz ko'rishganligimdan shunda xush bo'ldik. Bo'libmi mushu chaqchaqni mush sahnaga chiqib sizlar bilan yuz ko'rishib, Shinjongning janubi va shimolidagi barliq do'stlar bilan asralashsam, men xush bo'laman emasmi? Siz xush bo'lsa deb turib chiqdim aka. Qo'shimizdan nemish qilmaman. Undan so'ng qo'lchilik chaqchaqchilar deb mush atrofni peqirab yuriblar. Ameliyat turmushdimi va yumoristik aka. Ashunda gap qilib. Mushuk har bir gap turimi chaqchaqlam, kulkilar. Şo'mi qo'riqlarim qarab his qilib bo'lib qancha ketmay joyganligim ma dunyoga kelib. Men shu turib bizam o'ylayapman, bo'lib qolsa, ma qo'riq hamon ko'payib ketib borchi, chaqchaq bilan birlashtirib bir ayak vakolatchi 100 choplaq satayman. Satayım deyman-ku. Oma bo'ladi Juma aka. Tijoratga yomon bo'lsa azalda epon. Tijoratga yomon. Men chaqchaqmi shu tijoratdan bo'lyapti. Lekin men bugam ishim yo'q Juma aka. Men biz quruqlar. Ya unda demay to ichlanmay qoladi. Mayli ay quruq olsin bo'g'imish, elni kuldasam, chavuga shu pulda qo'yildim. Mush gapim kerakda aka. Ekranda ko'rmalarimiz, tomoshabinlarimiz men Javdat Islom yumor so'zlaydi, chaqchaq qiladi, chashmachaq qiladi, boshqalar kulki beg'ishlaydi deb menda bir obrazim aka. Mishada menchi bo'lsa ko'rmalarmi shuning taqozo bo'ladi. Deyilib baxmagan yep-yan yumorlar bo'lsa, bir ish kun so'zlab bergan aka, eng oldida kayfiyatni bir jonlantirib yetaylik. Güldürəlisən, əgər biz külsək, oturab axında almışırsak məylə. Əgər güldürəmisən, başqalar telefon qılmayız. Onda ayırırsa, menin bir şərtim var. Qəsdən külvamay turub, külmüsənlə çataq çıxıtdım. Qəsdən daq turuyla, üyü geyirəb, yamış kəşqırlıqla, üyü yotqandan şəkirib, yotqandan jitibət gedək kilsən. Bana İsap, tabii olumuz. Mening şartım var da, sizlar tabii bo'lmasanlar, men mumkin emas qo'y. Bo'ldi aka, tabii olumuz chatay. Bo'ldi, hozir sen tuyuqsizmashda telefon qilib qolding qara. Biz endeliqi jamiyatda uya-buya maslahat joy, to'y to'kin bu ishlar bilan yurimiz. Men bir yezda tug'ilib cho'ngildim-da. Hozir mash to'r taratqular haqiqatan kuchlanib ketdi. Nurg'unligim xalq bizning hurmatimizni, qimmatimizni qilib kelyapti. Mashunda bir qiziq gap chiqami degan ideyada bizni bir ko'chalarga ishlayapti. Endi bir kun dadam ashta men parang qilib qoldi. Balam, mash uyda bir kalvatdi, shuni apirib bir setibetken bo'lsaq dedi. Bo'ladi deb men o'zim bir to'y oldirash mangan, yangi kiyipli malvazirg'ilik qalni yutlab kiribdi menda. Kirsam u oylandi, bu oylandi iliq qalning birorlar xaridorisi chiqmadi. Da qarsam bir bal telefonini mundaqliq qo'ltaq tiltatdi bu. Bu nima ish qilayotgandi deb. Ya Ufka makla, sen nima bo'ldi dedi. Men qalni rasmga tortyapman desam, yo'q aka, shu sening ona bir poch rasmga tushgan bo'ldi dedi. Ya shu deymansan menga. Desem unda olsa Bolu'daki bir paç şu ağam bulsam dedi. Bolu'da tabi işte desem unda ikimizni kim tat koyar dedi. Akalığı biri aç tatı da dedim şu. Vay bana vay ondan sen gittim ben yapıyordum. Ben külmüdüm. Ben külmüdüm. Beni kül desen ise baka. Emiş kül değil restoran ki emiş kül dedi ki ben külmüdüm. Ben birine peyre. Manıga ben külümem. Manıga restoran sen. Yani birine. Naqbaş Nuraliga o'xshash birisi bir maslahatchiga bordi deb biz G'uljining bir maslahatchiga borsak Javdat keldi-ki, qasdan kulmanglar deb o'shaning bir yigit peshi buni usol qilamiz debdi-da. Shundan berib iliq so'radi va qiqas cho'qon cho'qchoq qilyaptimi? Jumla to'xtab turadi bir yumor qilib boqay jumla deb yumor qilsammi jumla. Yeni keldim. Yeni kelsam kech soat 12 bilan bir odam telefon qilibdi. Javdatmi? deb o'tadi. Ha, men. Boshlasam, "Yo'q, guning olsa bolam nima ish qilding?" deydi. Ya aka men bir chaqchaq qilib bagan bir ish bo'lmadi-ku deb aytatsam, hozirning oyoqqa uyda yotganni ishtivatgida kulyapti-da. So'randagi yigit peshidan qo'rqib, kulanma uyga kirib yotgandan chiqib kelganda,
Biz yana birinde bir xotirjam bo'layman. Ha, mayli. Bu oilada ajoyib qiziq ishlar bo'ladi ekanda. Mening 7 yoshga kirgan bir qizim bor, bek aqlli, bek sagak zodi. Bir kun qizim bilan paranglashib o'tirib, qizim, maktabga olib qo'ydim, bilan sinf kirdingiz. Yaxshi o'qiyapsiz? Yaxshi o'qiyapman dada. Dedi, unda bo'lsa birga birini qo'shib nima chiqdi deb boshlasam, ishki chiqdi dedi. Xo'p, mening balam. Deb boshlasam, Turkiya yana so'ranga dada dedi. Ishkini qo'shib deb boshlasam, ishki nima deb qarab turdi. Jinim balam deb men misol qilibdimanda. Siz uyda opingiz bilan o'tirib tursangiz, men taladim bir balni yutlab ko'rsam, nima chiqdi desam, jidan chiqdi deydi. Ma deydi. Mana sana balla bayrami deyim orqada. Davsaka rahmat. Rahmat. Chiqiblam. Shunda bir payzi qilib qo'ydi kayfiyatimizni. Kasam bo'ldi aka. Shu maaş kelene işimiz şu. Birsin çakır koygan o kep boğucu. Ne mesleğe çayga deptik ma işkiyen çıkman ki. Koşaka ondan sonra aldılar oturuş teklif ettik. Kilemdim? En resmi kilimiz. Sınakta ötten aka hesap örüldü ben. Öttün mü ya? Ötep buldu aka. Kanda aka özan yaxşı oldu. Yaxşı durdun mu? Yaxşı. Programmalar acayip güzel çıkıvatıdı cuma zaten. zaten. Rahmet aka, körüvatamsa aka. Körüvatamsa değil. Kündü körüvatamaz zaten. Zaten şu apam dadamla Nurali'nin programmasını koygun eldeydi. Buludu. Desem şu hazır ula o seni minandan beter kördüğün bu çıktı. Sen işin kızıp digine bir yerlerinden kayılamaz. Ya kayıl bolma hem de kızıp ya seni maqtığandikin otanam meni maqtamagandikin men ancha pulni berib turyapman menda. Shundan o'tganda işte Nurali'ning programmasi deydi. Apam dadam 500 mingni sen Nurali qargan sayani bo'lsa. Rahmet aka. Çoğunluğa salamet olsun. Rahmet. Muşu cık körümeler noktasından hem de muş çolpan geldi desila. Bula yaşlar ne çıkmaydı, pişmağalar ne çıkmaydı. Ve çıkanların hepsi pişkan, peşkadem yolluk, ustaz yolluk. Ama da kişilerimiz çıkıdığan şunda kişilerin sahnesi de bilirdi. Ta hazırlık şunda. Onun üstüne biz hallap durup, yıskıp durup, nehir cihetlerden oylaşıp durup, çıkıravatqa aka bunun çokum haberim bada böyleyim. Körümeler ma programını körüplam, ballar öte gitmişti de bula. Dep oylap kalmasın dep çödürüp davatim aka. Ya, ben davatağının bile işin beyeceğin vakti mi? Rasla. Sen bu aka Cavdet dese hazır hem adamın kalısı da tonulgan çakçakçı dep yesi kılalaydı, bilidu. Muştur konuyu göz aldığımız keltüreleyimiz aka. Sınama koşuvatkan tökpen az emez, işlavatkan filmlerimi az emez, elallarımı az emez. Hazırımda qarsan pullarımı az emez. Ben o ilanı menip ketip işladım. Mesela o mollığı yetip işledim. Bolculuq çaqçaqçıydı islam. Çoxum külüp yürüydiğen adamlarda bir hata bir düşünce gibi bolup kaldı ki görünmen noktasından. Bular şu şişi xaxablarla ötüdü. Dep mında bir addi tefekkür qıldığan kişilermi az emas şu. Şulağa hazır bir cavaben qılıp balıq vaqtlarından tatib ta hazırga geçmiş taraqqiyat basqıçındaki qiyinchilik, o'tganlar va har qaysi bizga sir bo'lib saqlanib kelayotgan ish izlarini bir bilayli deb qoldik aka. Voy, bunu so'rab bek yaxshi qilib qolding-ku, ajab qo'shib qoldim zaten. Men ham shundaq bir güzel şekillarda o'zimningki mana bolalikdagi arzu armonlarimni, bo'libmi buningdagi basmoqchi bo'lgan güzel g'oya planlarimni shunda degim botdi. Sizlar bilan bugun zaten shunda xush oldum da zaten. Unda maslahatchiga boshqa birisi beribdi. Ya, yani onunla mesuliyet duygularım bilen barmen, ben sizler bilen birden birimden... O pul ne tapmasam olmaydı. Ya, pul demez. Ha, demek çoğunum, toyga mesuliyet duygudu karmısam, ben bu şu Ya sen mesuliyetin vasıtı kıvatsa hazır. Ya. Lekin nakıstan puldasın. Ya, pulda desem olmaydı, ona katlaşmışsam olmaydı. Aşılarına çabuk ile ben bu teknik geldim de buylayım ben bu. Ya, bizden çavukumuzdan kırıvatsa hazır. Sen ama çavukumla kayıtkanda aşılardan ölgüdek tayak yiyip yani. Yani o manam ayak güzel oldu ki, taktırdıgansın ya, özüm üyümü ekirip ben. Güzel Gulcin ailesininki İslamiz kentide bir dehqan ailesi tuğuldum da. Bir ailede 4 farzand, 3 o'g'il, bir qiz.
Apam dadam dehqon. Bizningki oila muhit sharoitimi, dadam paranchi odam, qiziqchi odamda. So'rinlar ma'murgan bilan oilada bo'lsin, do'qmishlarda bo'lsin yoki ko'chalarda to'rt odamni bir kuldirib qo'ya oladigan bir xil isil fazilatli kishi dadamma. Endi shu muhit cho'ng oldim, endi o'zimda bir xil san'at turoq bor. Shu yillari shu maktabni yurtimda Islom yuzda boshlang'ich maktabni o'qidim, keyin to'liq o'rtni o'zimniki yezliq to'liq o'rta maktabda o'qidim. Men 11-sinfni to'liq bitganman. Shu Xeyli o'qiyapsiz. Xeyli o'qidim. Shu 11ni to'liq bitkizib, shu bitkizgicha oraliqcha maktabning har turli kurjuklarida etot o'ynaydim-chu. Etot o'ynaydim. Keyin 2004-yil Şinjan san'at shuyandan diktor va riyosatchilikdan qog'ozim kelib qoldi qara. Qog'ozim kelib shu mezgilda akam bilan hadamniki shu oliy maktabda o'qiyotgan mezgildir. Yillik 7000 qo'yga qarab bu maktabni o'qamay qoldim. Endi o'zimma bir xil tirishchanroq bir ishlarga qarsam opam dadam azroq qiynab qo'ydiga o'xshaymi. To'xta, boshqa bir ishlarni qilayjimi deb. Shunda o'qig'im bor. Ya'ni yurakdagi dalamaslik o'zimga endi bo'lmagan ekan. Oilaga qaytib bu dehqonchilik bu ishlar bilan shug'ullandim. Akam hadam o'qidi, inimni keyindan inimni mana men o'qitdim-da o'zim. Tirishchanlik qilib o'zim yabiyat ishildim. Bek jafo chekdim. Menda aytganda biz dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanamiz. Dadam shu gapni qilchi, "Balam, sen bir gapni qilib qo'yay. Mush ishlab qo'ling qadoq bo'lsa bo'ldi ekan, tizing yaromsin juma" deb qo'ydi dadam. Shu gapi esimda bor. Dehqonchilik bu ishlarni qilamiz. Uningdan keyin shu chaqchaqchilarniki chaqchaqlarga kichigimdan tortib qiziqatdim. Bir aqirmish chaqchaqlarni ko'ratdim. Keyin o'zim shu chaqchaqlarni ko'rish orqali o'zimning yutidiki, bir sarada ancha chaqchaqlarni qildim. Voy palonchi dedim, ashtaq chaqchaqchilarni akapti, masalan, Ahmadjonni, Yibilarni akapti desa, so'ringa kirma, ammo kirib, ular chaqchaq qilsa, maldikilar dara-darasi beshini ichiga tiqib olmanda, Allohning tayig'i yomanda. Tayig'i chatoq ular. Shuningdek, ularning chaqchaqlarini tinglab yurdim. 2008-yili G'uljinoyisida ashtaqamda cho'ng oldik. Bir og'inamning to'y ma'rakasi bo'ldi. U og'inam malikaga vaqtlarda men soz chalgan bo'ldi. Malda u bolalarning ashtaq palonchining uyi to'y oldi ketdi. Ashtaq kigizlarni yeyishib, saylarni to'shib, men angmi deganda bir ikki yumruq taklif qilib qo'ydi deyman. Yurakda shu o'tib ekanda. Shundan keyin bo'ldi deb u og'in bolalar bilan tanishdik. 2008 bu Jeleznoyda to'yni qilib chiqsam, ashaning bir yerlik bir chaqchaqchilar bor ekan. Noyatlab chiqdim shu mezgilda. Yerlik chaqchaqchilar bor ekan, so'rinni bular bir aylantirib kelyapti. Mundaqlib qarg'inimni bilma. İkisi ilgirkin o'xshatdi meni. To'xtabdi, merdagi gumpamni bir chiqirpa qaytma. Daqat ikkisiga hujumga o'tdim bu yerda. Qiqas cho'qqan chiqib ketdi. Shundan keyin bu yerda bular amdaylik G'uljida haqiqatan bir chaqchiqni yaxshi ko'rsa, ahamiyat shunda olib ketdi. Bir hurmatimizni qilib qo'ydigan ishlar bor-ku. Pul degan o'rib ketdi zodi. Sen o'ylagandek ish oldi-da. Turab o'ylamash maslahatcha 2 kun davomlashchi deb. Savol qilib. Shundan keyin u yerda maslahatchani chiroyli tugatdik. Voy, yaxshi baram qilsan-ki deb boshladi. Ha dedim. Kechqurunlik qaytdik. 750 so'mdek pulni o'rib qo'ydik. U vaqtlarda 20 qo'y kunligimiz ishlaydigan vaqt. 750 qo'y changni tutib shu kuni ochib qo'lam takiy bo'lib uxlab qoldim. Shundan keyin o'zim yurtga qaytib keldim. Qaytib kelib, yana dehqonchilik bu ishlar bilan yurdim. İşlerini aldılar, demişler bir maşallah aylandı da, jügrab çıksam aylandırıp olay degan deb ketdi da. Demakchi men chaqaqni kelgan mashinada. O xalqlarning mashinalariga aylandırıp olay deb men yo'q mashinalariga. Yana 2010-yilgacha shu yana Jeleznoye atrofida shu go'zal G'uljinoyesiniki, shu o'zimniki yezlarda chaqchaqib yurdim. Chaqchaq qilib, undan keyin 2010-yili G'ulj shahar ichiga ib kirdi meni bir to'yga. O'shaning san'atkorlari. G'ulj shahar ichiga ib kirgandan keyin bu yerda nurg'ulg'an ustoz chaqchaqchilarni ko'rdim, tanishdim, shular bilan asralashdim. Endi ular bilan ash so'rovlarni qilib, men tunji qitim ta'sir ko'rsatgan chaqchaqchilar shu G'uljidagi Yibi akam bo'ldi-da. Yibi akam isil fazilatli kishi bu. Bu Yibi akamning chashim chaqchaq qilishi, men endi yumor so'zlaymayman odatda. Chashim chaqchaq. Endi buni bir tug'ilishimizdan tortib, sen yumorchi ol, sen chashim chaqchaqchi ol deydigan ish yo'q, ammo inkas shunga ko'nib qoldi-da. Undan keyin boqalarimiz bilan chaqchaq qildik. Undan keyin chaqchaqni jamiyatda ba'zi bir kishilar bilan ko'rishdik, ham suhbatlashdik. O'yinda shu men chaqchaq yo'lim shuning bilan boshlangan. 2010 G'ulj shahar. Qachon oxirlashdi?
2010 Gulşehir kirkendikken Gulşehir içinde çakçak yüzdüm. Bu faaliyet, bu işleri çakırdı, katlaşıma. Ama üzerinden bir güzel bir arzu armalarım vardı. Şunda bir sehlilerde bir çakçak kıkan bulsa. İşte bir dep bağan sır adam bir kılıylık yol mangan sır kengaygandek şunda bir güzel bir işlerin oylığız keldik ya adamın. Keyin 2012 yılmış Gulşehir'deki bizninki medeniyet bu işlerini takip etken bir akımız o adil dep o oblast dram nakış söylemi gidişler adil ayıp akımız. Şu ajında bir sehnege meni özünki restoranlık açık dedi bu. Açık şu yerda işte yumruq qıp baq dedi. O sorundaki iş bilen ama sehne o'xshamaydi ekan tabiiyda. Shundan keyin bu yerda 3 kunlik o'yin qo'yib berdik. Naqshchilarni akapdi sahnega chiqib yumruq so'zildim. Shunda yaxshi olqishlarga erishdim. Keyin yana shu sorun bu ishlar bilan yurdim. Undan keyin mashg'ul jinoyatniki faoliyatlari bo'lsin, ila televiziya stansiyasining faoliyatlari bo'lsin, asta-asta chaqadi meni. Chaqirib 2018-yili il radio televiziya stansiyasining boshlig'i telefon qildi. İşte Cavdatmi dedi, ha deb aytsam, bizning il radio televiziya stansiyasining shatliq to'lgan 60 minut deb bir programmasi bor edi. Shu programma riyosatchilik qilib bergan bo'lsam dedi. 60 minutning hammasiga. 60 minutning hammasiga. Şuna qatnaşdım shatliq to'lgan 60 minutga. Bu kirib hamda bu yerda kunda 1 soat bu yerda chaqchaq qilib birsa dedi-da bu odam. Meni bilan ishlaydigan bir kasbdosh qiz bor, Zumrat deb. U qiz shu radio stansiyasida ishlayotgan muqim riyosatchi qiz. Bu ikkimiz riyosatchilik qilmizda. O qiz shunga chaqchaq qilingan dedi. Bu chaqchaq qilingan bu darrov chiqmaydi bu, siz chiqdiga oyoqmay umsa bu. Shundan lekin bo'lib deb yumurlarni qilib baqdim. Qarasam bu programma kundan kunga yaxshi bo'lyapti. 10 kundan keyin salonimda qarsak, salon xat keldi. Kanalda tabrik yumurlarni atla. Bir naqsha 50 yil aytilsa gap yo'q. Men yumurni 5 kun so'zlab qo'ysam, ko'nopda deb o'zim to'xtab turib bir tirish ayjimi deb. Mush xalq arasidagi san'atchilarni akeldim-ku. Oylik mashim 2000 qo'y. Xalq arasidagi san'atchilarni u programma shu Beijing vaqti soat 4 dan 5 gacha bo'lgan programmada. Shundan keyin xalq arasidagi san'atchilarni akilib bu programma qatnashtirma. Etidu kundan kun bu avj chiqdi to'xtatdi debmish bizning g'uljidima sirtdan kelgan artistlar va masalan sizlardeklar sayohat qilib bordi. Ba'zi bir naqshchilarni restoranlar taklif qilib oldirdi. O programmaga men telefon qilaman-da, işte ishda desam nurg'ulg'an san'atkorlar kirpadi qara. Keyin shu qiz ikkimiz Kansayda san'atchi saqlaydigan bo'ldik. Bizdan miyat saqlagandek ma'lum. Saqlagandek. Kansayda kelgan bo'ldi ekan, men turayotganda qachon telefon qilib qoldim. Men jilatliganda tutmaydi, jugatdim. Qarsam birimning purug'i bor. Xotira jolpangadagini kirib baqay debchi. Shu programma qatnashib, oyinda u programmani ishildi hamda ishlab bara yaxshi bo'ldi. Keyin Mo'minjon Abdukim akamiz G'uljiga baqa vaqtida radio stansiyasiga akirmoqchi bo'ldim. Radio stansiyasiga ba'zilar deydi ekanda, ba'zi bir xizmatdoshlar Javodat akiramaydi buni. Akiramaydi bilan Mo'minjon akamni akirib shu qitimni anglash qitim sani haqiqatan yuqurib ketdi qarabniki. Lekin bir kun radio stansiyasining boshlig'i Ufkada demasam qatnashni ishlab boqamsan dedi. Men Saradan kirib o'taman da bu shaharga. O'zimning malistim yabiyat davxonga o'tmiz boramaydi. Qatnashni ishlayjimda shunga qatnashni ishlaganda telefonni qabul qilmizda. Yaxshimisiz telefoningiz ulandi. 3 soat 12 lavla ulan. Voy yaxshi Javdatma. Ma u palanch yo'llar o'chiq dedi. Rahmat, ma'qul salomat bo'ling. Yaxshimisiz Javdat? Voy yaxshimisiz? Mana pustanch yo'llar o'chiq dedi. Birisi meni soz qildimi, uni uqmayman. Mana shu G'uljining eng chet bir men uqmaydigan bir yaning ismini dedi. Yaxshimisiz Javdat dedi. Yaxshi. Haqiqatan so'zlang deb aytdim. Men ma'luqi G'ulsharninki, palanchiyaninki pustanchiga kirib qolgandim, qonda o'ylanib chiqib ketaman dedi bu. Dedi shundan keyin nim deyishimni qo'y. Men nerdan bilaman? Shakirgin 2 yil bo'ldi, bu yerdan bilaman. Shundan keyin men unda riyosatchilik qilgan qiz boshliq o'ltirdi seni deb aytdi. Voy nim bo'ldi? Desam, o'ytaqimdan men nerdan bilaman, Shakirgin 2 yil bo'ldi deysan deb aytdi dedi. Ya men nerdan bilaman dedim. Shundan keyin radio stansiyasining boshliq kashqurlik chaqirib tushgansiz, grafikamda nima? Desam, bu men nerdan bilaman degan gapmi deb aytdi dedi bu. Voy aka uqmay qaptimi, ola men onda so'rab olsam, men qanda u yerda radio stansiyasi yo'lsiz ayma u yerda. Shu gapni qildim-da. Desam, u boshliq aytdim tatib radioniki qatnashni ishlar dedi. Bu nim bo'ldi akasam, bugun 50 ta shopir telefon qilibdi. Javdat ishilso'dga yomon payzor bo'ldi. Bu yerda radio stansiyasi ishlab ketdim qara. 2018-yil 4-oyda kirdim. 11-oy kelgan vaqtida o'shaning birinchi qo'l boshlig'i Liozong men ishda dedi qara.
Oblast ishlat verdi, ishlat yurib, sen meşəki bizga haqiqatan kuch verding, ishlagan dedi. O shatliq to'lg'a 60 minutdan keyin, tekisini men yozdim deyman. 5 qo'ygandan deydi, sizlar Urumchida pianto debsizlar. Oshni men yozdim. Kunda bizga hamrodir shatliq, kundan kuniga bo'ladi jonliq. Biz so'yimiz ona vatanni kelgusimiz bo'ladi shalliq. Kunda bizga hamrodir shatliq. Gaplarimiz bir-biridan tatliq. Biz so'yimiz ona vatanni kelgusimiz bo'ladi shalliq deb men bir ishki kublet naqsh yozgandan keyin buni qo'ydi deb qo'yib. Qas undan keyin to'xtatib bu yerda ishlamsa dedi. Ishlagandan keyin undan keyin 2019-yili Urumchiga Okean televiziyasining choyxona paranglab taklif qildi. Shu keyin boshliqida boshliq endi men mushtaq Urumchini chaqirib atdi, endi bo'lsa men Juqriyaga bir berib ishlab boqay. Men qaytib kelsam G'uljiniki har qanday ishlar olsa men ba sen bo'ladi dedi. Shundan keyin choyxona paranglariga kelib, ayollar choy qo'y. Daqib choy qo'yib ishildik. Bu yerda bir şirketning faoliyat olib kelib meni chaqchaqni boshlanglar deydi. Ayaqmay zadi vachidil siqdi, vachidil chiqamiz. To'xtanglar deydi, to'xtaymiz-da. Rejissor qiz shundan keyin Javdat deb boshladi. Bugun men Halrang şirketining bir faoliyati Şun qiqqas yo'qan chaqchaqni qiqqas qilingmi? Ular xotirjam qiqqas qilinglar kallasida. Ma qanda qiladi ideya yo'q. Biz ham zerkib turadi maraliqda bir qiz vakolatchilar so'z qiling dedi. Men janobli qizga qo'liga mikrofonni olib, men Halrang shirkatiga kirgandan tortib 2017-yili 5 gram oltin uzuk oldim, 2018-yili 30 gram oltin toj oldim, 2019-yili kelgan setish nuqtamni yuqori balda ko'tirib deb turishig'lar. Meni rejissor vaqt makilga qizga deb qo'ygansiz. Bir qiz bunab kilo sonini demison bu yerda. Ma degan Shinjon televiziya stansiyasi qo'yilgan programmasi DVD shunkin bo'ladi deb qizni qishib berib, og'alaringizning hammasini kilo sonini to'liq desin deydi ol dedi. Desam shunday qiz bo'ldi dedi, boshlanglar dedi. Joyimda o'tirman. Qiz parang qilib qoldi, vakolatchi qiz qo'liga mikrofon olib. Men 2017-yili bu shirkatga vakolatchi bo'lib kirgandan tortib setish nuqtamni yuqori balda ko'tarib 5 gramlik oltin uzuk oldim. 2018-yili 20 gramlik oltin toj oldim. 2019-yilga kelgan setish nuqtamni yuqori balda ko'tarib 1 tonna 300 kilodan kichik mashina oldim. Shunda qilib shu yerlar ishlab ketdim, Qara Nurali. İşlep ondan keyin G'uljiga qaytib keldim. Yani elning ichida chaqchaq yurdim. Endi Urumchida bevos yurgan olmaydi-ki, bizni chaqirdigan yurtlar bek ko'p. Qarmay, Xotan, Qashqa, Urumchi bu yerlarda. Shu endi shunga endi erkin uchib yurdi deb Qarmayning balari javda shingir deb laqam qo'yib qo'ydi. Urumchida xotirjam yuramdan akamda. Urumchida shunda xotirjam oldi. Urumchida xotirjam yuratdim. Qarsam, yani bu chaqchaqninki asli mohiyati ilidan taraqqiy qilgandan keyin hem de birisi ya ata-anam var, özümün turmuşum var, devirdaş, kasıpdaşlarım var. Şu yerde yani şu teklif bilen kilovatım ben. Hem de şu 2021-yili G'uljida Chaqchaq Sakinda degan programmani Arapat inim bilan birlashib, G'ulji tasavvur madaniyat shirkatidagi inim bilan birlashib ishildik 24 sonni. Buni ishlash jarayonida buning bosh planlovchisi o'zim. Iladiki bütün chaqchaqchilarni yig'ib, chaqchaqchilar ma'ni oni parlab ekilib xalqqa oz bo'lsin ish qilib xo'shallik ato qildik deb o'ylayman. Yo'q, tilg'i og'ichilik yo'q, mashinchilik ishlarimda qoldi. O'tganda qarasam mehmon keldi deb bir narsa chiqarib o'tgansa, nima do'ramchilik qilmam, jadabdan qolib. Sen kichik mezgillar va mehmon keldin biz ishlagan mezgillar. Bu degan 2019-yilda kishilar G'uljida qarsak mehmon kelaverdi G'uljiga. Cho'lpon keldini utuliq ko'ratyapman dedanka. Nechinchi yildan boshlab qo'yilgan? Cho'lpon keldini 2019dan tortib ko'ratyapman. 2017 ko'midim. 2017 ko'midim. U mezgillar bizni bozor bek aldirash mezgillar. Sayliq restoran yumursuzlar vaqti boshlab bo'lganman buni. Meni tishimga tegmagan gap qilma. Yo, rost, shu vaqt sen bek kichikdan akaman boshqalar. Qo'shaka chaqchaq qilishdik. So'ramoqchi bo'lgan yana bir savolim bor meniki. Burun bir VCD plastinkalar moda bo'lgan vaqtlarda, davrlarda G'ulji chaqchaq plastinkasi deb boshlab bir plastinkalar bo'ldi. Lekin ovozlar o'lchamlik holda ovozga elinmagan bo'lganligi uchun, faqat apparat qilam bevosita kirgan ovozlar bo'lganligi uchun bizda shovqin ovozlar bor. Ba'zan gaplarni aniq anglag'ili bo'ldi, yo ba'zan gaplarni aniq anglag'ili olmaydi. Albatta bu chaqchaq so'rini degan naq maydonda paydo bo'ldi. Naq maydonda. Ekran chiqqandan keyin u nechasi ketdi. Shunday aka. Masalan, hozir bugun kayfiyatimiz shunda yaxshi bo'yotdi, shunda qizg'in holatda kulgilik bo'yotdi. Balkim ekran chiqqan vaqtda yana bir 10-20% besilib ketishi mumkin.
Başta ketama. Ya men götürüşke tirishma. Bu 1.70 cavdatni 1.20 qilib chiqyapti. Lekin jiq vaqtlarda aka biz ko'rgan vaqtimizda bir eg'izga qildi. Yana bir eg'izga qildi. Mushunda alomatli bo'ladi. Ma seni madonzoran o'shkinikiga Qaysi bir deyni ko'rsam naq mushtaq qo'yib ekansiz. Men o'zimmi ya xalqmi? Xalq so'zlayotdi sen mushunda. Demek aka her bir yığız gapta bir vat bacho ya da kulkilar va ba'zan odamlarga nisbatan saqtiliq bo'lishi mumkin deb o'ylab oladigan bir qism ko'rmalarimiz yo'q emas. Balkim deyishib olib o'zining odamlar nima desa kuladigan, amaliyot unchalik kulgili gap emas-ku bu deb o'ylab oladigan ko'rmalarimiz yo'q emas demakchi. Shu ko'rmalarniki nuqtadan turib men ma'sulimni so'rayapman, yetkazayapman. Shuningga qanday qaraysiz aka? Sen mash gap to'shaydiganda boshqa şey yo'q. Ko'rik. Chaqchaqniki ilidi bu barliq keldi-ku. Endi bu ilid barliq keldi degan gap bo'yliqi tosh tushgan yerda azizda shu yurtda shu tarqilyotdi. Bo'libmi endi jamiyatda chaqchaq tadrijiy boshqa kishilarimiz buni his qilyotdi. Hatto her millet qeyrindoshlar bu chaqchaqqa qiziqdi. Hamda hammamiz bilamiz chaqchaq mamlakatlik g'ayri moddiy madaniyat meroslari kirgizildi. Shu mezgillarda hamda yibikamlar, yisamcho'nglarimiz chaqchaq qilayotgan mezgillarda u plastinkalarga ilinmagan bo'lishi mumkin. Ne güzel so'rovlar, ne güzel gaplar xalq ichida tarqaldi. Yisamkam anda degan, yisamkam anda degan deb. Endi bu chaqchaqningki asli moyiti bir odamni hargiz kamsitish, tushirish emas-ku. Bu chaqchaq to'g'riliq nurg'ulg'a ta'lim tarbiyalarni o'zimning yurtida Farhod deb bir akam bor. Bu akamiz bizniki jamiyat mo'tibiri. Bu odamlar shunda hurmatli sazovor kishilar. Yana birisi Urumchidan Oblat Abdurahim akamiz menga jiq ta'lim tarbiyani qilib turdi madaniyat bo'stonidagi. Bular nima deydi deganda, shu yurtdagi Farhod degan akamiz menga chaqchaqni 3 turlik odamga qilma deydi. Birinchisi miyib qilma deydi. Ikkinchisi yo'qsizga qilma deydi. Uchinchisi musofirga qilma deydi. Endi demoqchi bo'lgan gap bu xalq ichida tarqalgan gaplar. Sirtdan bir odam g'uljiq o'ynab kes, uni o'qish-to'sh u bo'lsa, damalliqqa bir xillik beyabis qilib qoldi ekan-ku. Uni amal va bir xil ko'tirib o'qishdi. Endi bu chaqchaqni ko'tirish, tushirish emas. Bir xillik ani madhiyalab, va mana g'uljiq kapsiz, aytlikman anda qilay va aytlik menda bir dasturxonga solay degan asosida. Endi uni voy g'uljiq kapsiz, aytlik sizni katirga solayjimi desak u kulmaydi. Voy g'uljiq kapsiz, aytlik sizni yaxshi bir tangliga solayjimi? Ay illa daryosi tozza ash xaymiringiz bu katkichi uzvilan adab biz majusdan bilamiz. Bir xil o'zim xo'shib qoldi. Ablatkamdan bir gapi bor. Ili chaqchig'i sog'lom bo'lganda sifatli bo'ldi, sifatli bo'lganda abadiy bo'ldi deb shu gapni qilgan. Shunga chaqchaqni sifatli qilinglar deydi. Endi iliniki chaqchaqchilari so'rinda chaqchaq qilganda ona bilan ma keltirgan vaqtida damalliqqa ana ish xalq darrov tushunalaydi-ku buni. Tushunib, deb naq maydonda chaqchaqchiga o'xshash inkas bo'lib ketadigan bu ilinlikdi-ku. Endi ma'u bizniki janub tarafdagi qarindoshlarimiz bu chaqchaqni endi salon, to'rbatlardan ko'rib, masalan, Ro'zaxon og'aynimiz milliard sahnasini ib chiqqandan keyin xalq yana chaqchaqqa boshqacha bir xil ko'z qarashda bo'ldi. Manda bir go'zal tilkan bu deb. Men chaqchaq sahndan ib chiqqandan keyin buni nurg'ulg'an chaqchaqchilarni ko'rish orqali bu chaqchaqning go'zal moyiti so'rin emas, chaqchaq sahndan go'zalga dedi. Hergiz keraklikda u liqmanda va aytib quruq urish emas. Aslında bir muhabbet var, bir sevgi var deb o'ylayman eli chaqchaqda. Chiqib bugun bir kun o'shirgan eng fasohatli kepam shu. Men odatda cho'mak pul o'rmagan so'rinda dekcha tashda gap qildim. İçilpemey turasın dedi. İçilmez zaten. Men bu bunda qarab buna içilg'ayri kirtoshi bo'pti degan. Onda olsa programmamızdaki muqim so'rilgan bir 8 savol bor. Birinchi savol. Sen bo'yli qancha yosh? Qizlar yeshin deb bas ola. Men bir yil 37 kirdim. Voy menga aka. Ras. Tankamiz-g'o. Ya bu qo'rqon ko'rib 47 deb aka deb sapti. Men qo'rqnimi? Men sana o'xshaman, chiroyimga tosh bog'lab oldi keyin tosh. Ondan keyingiseka. Sen to'y qilganmi yoki bo'ytaqmi yoki qancha balang bor? Men to'y qilgan bir balam bor. Qachon to'y qilgan? 2012'si. Kim bilan? Oyalim bilan. Kim bu? Men bu Javdat G'ulji'da bir erni olib chiqib ketdi degan. Kim o mesela yengemning ismi, balalarning ismi?
Yenge anası Menzire. Öz sayahatlarga chiqmaydi ismi Menzire ana. Kızımın ismi Dilnaz. Dilnaz. Bir keltirek. Kızım bek akıllı çoğun atıdı zaten. Çakçakçı olayım kıllı deydi. Ya balam burada şu gün ben bilen kessin adı. Sonra oyna kessin. Olcadan çıkan tünce ayal çakçakçı. Tamam. Kösteyimsin Cuma aka, kösteyimsin. Emmelerini salamet yer bolsun. Rahmet. Onda vasak ama keyingisi sel çatağırak. He. Senin hoşan yok çakçakçılar kim o? Endi buni so'rab qoldim. Bu chaqchaq duvog'i mendaq kelib chiqmadi. Endi mana rostni gapni qilay. Buningdayliqningda xo'sh yo'q desak, bu hamanam uchrashib qoldi ekanmiz. Hoşan bağımız. Kavaplı gömmeydi dedik ne bana? Ras, endi uni bilan palonchi deb biray desam, yomayr mayda qaytqandiki yana o'tirib qoldi ekan. Su ketida taş kaldı degene. Degan yo'q. Ya unda ish Baş harfi nima? Unda adam yo'qchimi? Men hammasini yaxshi ko'raman. Bulan bek hurmat qildik meni. Nimaga deganda men ancha-muncha programmalar bulan chaqirib olma. Bulan men tillasam bulan shunda jug'aysa-da. Oldin a'lochi o'quvchilardek shurdamiz. Onda az keyingsek ha. Sen tamak yetişin bilemse, uyda adeti 40 at yuyuş degende işten sen özən qılarsın. Ben onda qısam meni ayalım bizning uydagilarni uydagilar edi afka. Muşuna rast javobni beray. Men tamak yetishni uqmayman qira. Men eng qiqas etib etadiganim, mana shu ekran oldidagi do'stlar bo'lsin, mishadagi tomoshabinlar bo'lsin, bo'lsa etgancha qiqas payzim bor. Ammo boshqa vaqtda do'stlar rast etgancha ichib holsizlanib, cho'qim o'lib ketishim mumkin. Tamak yetishim. Onda siz itenmeyse kalan tamam. Tamakni itemayman. 40 atlanan cuma. Vay, zikar yani qilmagan vay. Hozir shu yerdan keladi. Ya 40 at deganim jumayman. O'shda mehnatmasa. Uni ma'nim deysa yo'q-da. Ondan keyingsek naq maydonda hammaylanga qiqas chaqchaq qilib ayağımı sıkkandek. Benim üzgürüp eldiğimden beni. Hammaylarni cho'qim bir keltirib bersa. Kimlarni? Mishat o'tag'an tomoshabinlarni. Ey, qiziqgansa bu xonim qizlarni bu yerga chaqchaq qilib qo'ysak, ko'nglimiz kelmaydi-ku. Bu chaqchaq-ku. Bunani ko'ngli kelmaydi deb qo'yib, mening ko'nglimga qoladi. Davud sen qalding. Bularga nima degan o'ladi? Ya bo'ldi, men Validdan boshlasam bo'ladi. Roza qilishmoqchilik qilmoqda. Bir ko'chirishchan men kim? Vali bilan bo'lsa men ko'rdim bir nakir qarxotil o'ynaydi. Xotin quvog'im bor. Valid ko'ra. Men kirayman, sening muhabbating talishmaydi. Vali ishkinglar bilan tugatinglar. Javdat Urumchil qiqasi ichilib ketgan bir erni o'rib turibdi. O Vali nima ish qilma, Vali sening norin sojinni baqamaydi. O Vali nakasa mebikam bermasam bo'ldi. Urumchil bir yozach yishdim qotga beqolar. Valina indiki adam, çocuğun adam. Valina kıynatısta götürüyor. Ki oğlum yıkarlıktan göreydim gelmeye adam. Nişad işleydi adam mı ya? Kegen çolpanı tüvendi götürüp açıklık adam emez. Bizdeki Enver Cevap Efendim. Enver Cevap Efendim. Bizdeki muşu Munevver Doktor Marks'ındaki vakaletsi. Ve ben de bu adamın ma üyebiyedelik nandaki bir muhacıda adam. Nereye qarab bunda deb qoldim? Kalp qarmamsa opqurdek tusaman. Men teqilik angiz açqan çaqçaqçılar kelib long qo'yqolsa. Ros. Dehşet yo'q odam kim bu? Urumchilar egiz binolarni derazasini surishsin bo'ldi. Boshqalarda 30 kishi olsa bu odam 70 kishi.
qo'lim qo'shnilarni g'ojla boshlab. Ras. Ben mademdek tishim bo'lsa, Urumchi do'g'otchilik qilaman. Vali qinatida tutib sejime. Qinatini oldi qo'qib qinanani keyinga debayl qo'ydi. Voy mana yengimiz. Mana Anvarkamdan ayoli. Ha, Anvarkamning ayoli olamda. Ha, o'sha Anvarkam bil qo'rqmay o'tib o'tamiz. Va azroq pul xashlab Anvarkamning beshini keyinga peqirtib o'tadi. Va Anvarkam makalp bilan kichik bolani akib qolsa akir ketadi. Voy jinim bolam habbadis yo'q. Anvarkam nima ish qilsiz o'zingiz? Ticaret qildim. Ticaret qilsiz? Ticaretchidan bu yerda o'qiyman. Bugun mening tijoratim bo'ladigan yer bu. Siz ticaret qilmadingmi? Meshada mana o'tiryapman. Abi ben benim de keltirdik desem şu ticaretim tabii. Siz mi çaqchaq qilyapsizmi? Jut qayerda? Ko'rildi. Unda chaqchaqning deylisini beraymi? Olculardır çakçak tutu doğan bile koruldık çakçaklarının delisi yoktu. Ben bermezsiz, alaman desem qayerda? Siz ayşat ko'tirib жүрмәмsiz. Shuncha bola qalbini ko'tirib жүрgән. Bo'lsa Urumchilar tijorat qilma demak, ko'rildi yursangiz bo'ladi. Ma og'zingiz naq zot ashi vaqo akayliqi. Neshib chiqadigan bo'ldi. Ras. Manda sizdek shva odamlar qo'lchil o'di yarda. Bo'lsa yeningizga hadimiz bilan birlashib to'y to'kin savzi qiram. Shunda chiroyli o'tirdi deyman-ku. Qo'li qosida mergishda. Sizlar qanaqroq bo'lyapsiz? Sizlar nima o'zingiz yolg'iz 6 oyal, 5 oyal o'tirib yerda. Ya uydagilarning o'rniga kelganmi yo? Ben metrlab ketmagan qo'saqdiki bal tushib ketdi. Siz mi tijorat qilamsiz? Ya o'tkit berib Javdat vakada kirgan. Ya bunda ko'zingizga loyiq tanlash o'rnida ko'rinyapti. Ya ma yeringizga ishga odamni qo'ldan chiqaramayapsiz. Nima degan oltin bu atlarniki zaten. Ila xotanning qoshtash do'konlarda. Sizcha ko'nglingiz buzilyapti-da. Ya bir chaqchig'im oldingiz tuga qoldi. Siz shunda yarishibdi mana zada. Kepalik kiyib o'taqadimda. Siz qanaqroq bo'lyapsiz? Chiroyingiz qarsam ichinishliq naqsh etib. Haklısınız, şunda yarıştı, lekin chiroyingiz cho'rtlashmabdi. Kulgingiz va ishingizdan bir statil parda. Ha, siz qanaqroq bo'lyapsiz? Ay, akimizning bolasi emasmi? Ya sizlardan bunda bir mahsulotlar qaytib birdigan bolam yo'qmi? Ha, akimizning qishi ismingiz nima aka? Anvar. Anvar deb, ha, Anvar. Sizdan-chi Anvar qo'yiling, ha? Abdurahman. Anvar akamning qishida o'ttasonsiz. O'riq semiz chashqanlar. Solpan keldik kelsak boya olamaymiz jumor. Bu yerda kelkatdan boshqa bir nima yo'q. Siz menga yursiz-ku? Unda alan yerga yiqib siz oyoq qarab o'tirmang. Ha, Javdatning qutlusi oqpo'z otim bilan o'tiribdi. Siz uyabiyat ashta birini ratilsangiz ham. Bizning g'o'lchida ishki bino ashta o'rlik etgan tishlayapsiz. Qilsangiz bo'ldi-ku, siz ancha-muncha yiqilgan bir nimani yo'lab deganda. G'o'lchiga ketaymi yo, ipikan bo'ytaq toshni yo'lab yuradi.
Enverka qandaqara? Yaxshida? Güzel adam ekansiz Juma aka. Ras. Mush adamga yarg'andiki. Razı to'y qildingizmi? To'y ko'pgina ketganmi ya? Abduvali qandaqara? Men yaxshi. Ishxonasi yo'q bir kadrda o'tirdi. Mağap kaldı, mağap olmuştu. Mana o'qishdan bu o'ziga o'xshamayapti. Chosh deganni tiklab daraxt botcha opildi. Yaxshi, ma galstukmi yarishibdi. Bo'z buni evitib buda qisandaylik tiling sangildi pishlar. Mariya sech haqiqatan zodi o'zining vijdoni bilan ishlaydi. Hozir maqra xonalilarda ko'tadimi? Makinasi kimdak? Shunda yarışibsa kostyum unutibsa kostyum kiyib zodi. Uyingda qulib yo'q odamlar qilib. Aşiretmekle koymayım Cuma basan. Qo'ymayman deysan, qiziq, men shu gapni men g'uljiqir taqtaman. Çolpan geldin, herkes köymenglar. Diqqat yo'qdan chiqirib olsam, ala o'znikini kesib etdi ekan. Enverka meni o'xshatqayni taqatmasa, mumkin emas. Men yo'q deb o'tirang Juma. Ha, xotirjam o'tirang. Siz qo'pmang aka, oyoq ko'tarilib ketirgan chiroq. Enverka menga mesaj ektemdi ya. Madem sizni ektem mesaj aka, o'qishdimi azoblanishga 100 so'm pul berma. Ozat hakkıyla. Ozat verme, ro'yit bilan berma. O'sha odamdan o'qishdimi? Ben hozir 12 soat ishlasa 100 so'm qarang. Unda 1 soat o'qish nima bo'pti? Ya ondatsan Valike'nin kırplı olduğu Cuma getirsin. Ya bu Vali'ni başka yok. Vali'ni başka yok. Vali'ni ayollar çaylar qiyasam. Aşağıda oturup böyle kirgen çıkan ayollar heden ne çıkıyorsunuz dedi. Mana er mimarım, mana. Var oranda şunda yarışıptı Vali sana. Burada mal düşken. Hele keyin yukarı planına şoför. Mal işki yakındaki adamlar senin kanıtında oturup bakacak. Keynimiz geldiğimiz keynanda maya yürüp mağdara. Uygurlardan çıkan tuncu uşuk çıkotan buldu. Ama programda yapıp gelmesi Ürümçinin erlerinin ayarları aldığı oldu. Ya bu mu bilgendik otura kırıvaptı değil mi? Otura kırıvaldı. O Enverka medenlik. Chat tuttas kokuttu bu. Uydu maçtak gelmez mi çoğunlarını otursun dedik. Jütselse yalnız cüme vereceğim. Buna dikim şu heden bilen aç akamın oturluğu düşüyor. Mesela özara şerik olan paydak cümemiz. Siz qandaqroq bo'lyapsiz cho'ngam? Yaxshi-da. Biz siz hesab qo'yarsimda o'tirsiz. Ha, yeningizga mashki xonim siz qarab bir xil huzurlanmay o'tirdi. Huzurlanma. Mona Lisa'ning akigida qildi. Chaqchaq qilsa bir xil og'iz buningda suv aqirlashlar yo'q. Ha, qiziqchilik demaydi bir soat chaqchaq tong'atqish doktorxon so'ray yurmaysan. Ha, shuningdek cho'lpan keldi, o'zgartib bemor keldi dedi. Suallar yutkilemdi. Sen kaldın ki özen oğuştu. Ya hoşak mı de kıymet bir öğren bombası. Ekran aldı dikilen süreve çıkıp açlarını oğuştu. Süreve çıkıp. Yapıyorlar televizyonun kendini içi tonla cevda çıkıyor. Ya ne verken boldu ki boldu bu sorun için bundak ki bazıda mı bürçetten oylandırıp çaşım çakçak kılmaz. Bazıda bunun ene verkemdek bir adam bu yetidu bize. Yetidu. Manda adamla çakçak götürdü nimge degen kirgentle ene verkemden çırayga bir kıl man çakçak kılar diyen çıkıp tanık ya. Ticaret emez, hoşallık asası çıktı mı şey. Hedimizle bunu pultap da vuruyor başta koydu bu adamla. Karış tarafım hoşulsuz değil mi Enverka? Ya bize kıla. Ben birden depreyim mi? Ya zeriktiniz mi? Gerek yok. Vay madem köndü. Enverkam iyi silke bana. Sizge çakçak uyut koyma. Beripli oğuştan eder. Enver.
Rahmat sizlarga. Tugdimi aka? Ya ba. Ya bama? Ba, birden birinden paran kılışamız. Ya şondayım şu muşunchilik mi demek işte. Endi ben sana ağzımda ot çıkarıp Demek aka, mesela şu o'qishda chaqchaq qilish hammasi şu sorunninki, şu faoliyatninki yoki şu sahnaninki bir kayfiyatini ko'tarish uchunlamg'u. Ko'rmalarga, tomoshabinlarga bir xushal bo'lsa, şu azroqgina bir 1 minut, 2 minut yoki 3 minut qong'icha bir ichilib, yelib o'zimizni bir qo'yib kulib olsak degan maqsad qilyapmiz-ku. Bu yerda ko'ngliga avilish ishlari bo'lmasin. Yo'q. Shunlashqa hammasi bir chaqchaq-ku hisobda. Şunda bo'lganki, menchi ko'rmaldirimiz, tomoshabinlarimizmi to'g'ri tushunda deb o'ylayman. Ba'zan ko'rmaldirimiz hamda ajab zanglik qildi deb o'ylab qoldi, lekin buning javob chiqib bo'ldi-ku aka. Chiqib bo'ldi. Demak, hamda menami deb qo'ydig'anim, menami tavsiya qildig'anim shu, bu faqat ko'ngli ichishning bir turi deb men mushta kesib deyalayman-chu. Men yaqinda ozroq bir faoliyat ishlari bilan men o'zim bu jutlarda bo'lib qoldim, ko'rlig'i tushdim. Ko'rildiğini bıçağı düştüm, bıçağdan yenip şunun ki Xotenga vardım, Qashqarga vardım. Ko'rliq kelgan vaqtida men bir balla bir tabi dasturxon silib chaqiribdi. Bu yerda o'tladim, o'tlagan vaqtida Qashqardan kelgan bir balla ekan bu sorunda. Bu balla sorumda o'tladida, işte o'tirdi-da bu. Uning sen kulmamsa dedim. Men so'rin kirishdan burun hammasidan chiroyli bir sepsiyib etmanchu. Bir qarab etib, ashad meni bilan kirgan bir ikki inimiz vardı. Shu ikki inimiz chatda o'tadi. Bu Qashqardan kelgan balla shu dedim, "Ma ikki inimizni deb kelgan Ko'rliqqa." Sizlerle esrarlaşqanlığımda hoş oldum deb bir yerde saq 1 saat chaqchaq qildim men aylandirib. Chaqchaq qilgan vaqtida bu balni keyin kul ketdi, Qashqardan kelgan bal. Kul ketib, ertasi telefon qilib kelibdi, men tamoq yegan bo'lsaq deb o'zi tijorat ish bilan kelibdi-ki. Aka deymesem, men mush ili chaqchaqchilikdagi ili chaqchaqchilarningki mush haqni zanglik qiladi. Bulayli haqni bir xil kamsitdi deb o'ylagan. Unda emasga. Asl ilidan chiqib siz menga kelib chaqchaq qilyapsiz, men qardim. Oqshom kecha bu bal bir çoğun yani okup gelgen balık ya bu. Keç ben bunu tehlil kıldım dedi. Tehlil kılıp işte qarsam ikkisini tonuydu ekansiz dedi. Bunun içinde hech qaysini tonimdingiz dedi. Qarsak ichida bir cho'qon chiqib ketdi. Ola, "Yo, laqimini tepib qoldingiz" deb boshda davatidi. Endi u yerda siz o'ylantirib qilgan chashim chaqchaqda men aqlim hayron qoldi. Birisi uydan ayoli bilan vaqirishib keldiganlar badu aka dedi. Birisi turmuş bo'lgandan keyin egizpas bolalarning g'am qayg'usida keldiganlar bor. Birisi jamiyat birasi bilan egizpas surkilishlar bo'lib qoldi. O shu har xil muhitdan kelgan 20-30 kishi 30 muhitdan keladi bu yerda. Boshlarni hammasini kuldirib aka, men haqiqatan qo'l qo'ydim deb shu bu bal shu gapni qilgan. Endi demakchi bu chaqchaqda hargiz keraklikni birsini tushirish emas. Nurg'ulg'an jutlar bordi dedim hozirmish aylanib keldim. Shu kishilar bir xil xushallikni topish kerakki. Endi demakchi chaqchaq hargiz kishini tushirish emas. Chaqchaqni madiylash, endi bu yo'lchining madaniyati orqali ilaninki chaqchaqchiligini bir rivojlantirish. Demakchi bo'lgan gap ko'rildi nashb chiqdi. Bu ko'rilliq liyaydi deydigan ish emas buni. Butun mamlakat xalqimiz yesi bo'ldi. Xotanning gelimini xotanlik qilib selish kerak emas. Hamma jot selish kerak. Chunki chaqchaqni ilidan paydo bo'ldi. Bu ilidan chiqqandan keyin buni har millat xalq bundan huzurlanish kerak. Nurg'ulg'an shu qarindosh millatlar, shu Uyg'ur millatining ichida cho'ng bo'lganlarmi? Men hatta chaqchaq qilib bir qozoq balaning maslahatchiga qatnashgan. U qozoq bala shu G'uljininki Mo'ng'ulkira noyisida maslahatchini qildi. Shu vaqtda ashunga berib, mayaqda 20 da qozoq bala, mayaqda 20 da Uyg'ur bala ishda o'tirib chaqchaq qilgan. Keyin shu o'zimizningki G'ulji noyisida tungan balaning maslahatchiga qatnashgan. Bularma o'zining tungan og'illar bilan qo'ysularla o'ynaydi, yana Uyg'ur balalar bilan oyunda so'rovlarga qatnashganda. Demakchi bularma biz chaqchaqni tushunib ketdi shu jutning kishilari. Endi bütün bu janub tarafniki qarindoshlar buni tushunish bosqichida ham bizmi bu chaqchaqni sahnalashtirib ip chiqyapmiz. Kulganga nima yetsin? Bir kun biz xo'shal kulishimiz kerak deb o'ylayman. Barliq do'stlarga har vaqt xo'shal. Onda olsa keyingisiga o'taydim aka. Mush fursatda seni yaxshi ko'rmaydigan kishilar nimalarni degan bor? Men manda bir ishga hayron qolaman-ku. Yaxshi ko'radigan kishilarimiz bor bizni. Yoqtirmaydiganlar bor. Hamma kishiga birdek islub yaşap olmaya degan bo'lmaydi. Chunki ular hamanan bizni tushunadi-ku. Endi bizni tillasa o jihatdagi ishlar qilib bakmalik qilgandek u andan munda bo'lib ketmaymiz. Bir she'r vatdi. Tillasa orqamga vaqtim maqtasa arildimga men bo'lmadi batmash bilan misqal chiqarim tillasa. Hemen yomoni shu hammadan o'lganda xalqim tillasa deb. Shu o'lganda tillas yomon deb o'yladim. Hayat vaqtimizda tillas mayli o ishlar cho'ng bilmaymiz. Demakchi, mush G'uljininki tekasda mushta bir ikki nim bor. Ashna men nurg'un qitim o'zim o'ylaymanda birisi oq, birisi qorada. Buni mushta bir yasabdi bir munarni
Aqlıqның kendi çoxum qarava. Meni nurg'ulgan kishilar yaxshi deb javdat deb ma egizaraq bo'lsa, ma kendim tilaydiganlar manchilik bo'lsa, men ishlar bekili qilgandek afsunib ketmayman. Chunki o'zimning axloqi, o'zimning kasbi orqali rivojlantirib, xalq yana xushallik versam, az to'losum qo'limdan kelishicha yaxshiliklarimni qilsam, xalq yaxshi ko'rdi deb o'ylayman, ammo o'zimning qimmatini o'zimni to'kib olsam, hargiz keraklikda boshqalar meni yevla yeksan qilib bo'lmaydi. Shundaqmi, ha? Ya büge his qildim, lekin o'rimitim açtı Cumaka. To'g'ri tanlabdim. Nimaga kelib praktik qilib boshqa birsini qilaydik. Ne sendeki bir sıvak hazır. Az kesli ordanı boştsa. Keyingisi ondasa, seninki hazırgıca hayatında en afsuslanarlıq bir işler bo'lganmi? Ökünüdüğen menda bir işler bormi? Men oliy maktab o'qimay qoldim ku. Shuning o'kiniman. Balkim shu oliy maktablarni o'qigan bo'lsam, balkim yaxshi bir sakllar javlan qila olg'aydim deb o'yladim. Yana uningga men deb to'xtabdi, balkim mening peshanamga yezligini shu dedim-yu, yana tirishdim bu yo'lda-ku. Tirishib, mana shundaq güzel sakllarda sizlardek inlarimizningki taklif qilish bilan Abdumrayin olsun, nurg'ulgan mashu Ablat Abdurahimga o'xshash akalarimizningki e'tirof qilishiga erishdim. Yana birisi o'zimning jutdiki qarindoshlarimizning qo'llab-quvvatlashi, urug' tuqqan do'st yaralarimning elidiki chaqchaqchilarningki Ebekam deymiz, Farhatkam deymiz, ismini tilg'asak nurg'ulgan chaqchaqchilar va shularning e'tirof qilishiga erishdim. Bekkeli qilganda o'kindigan ishlarim oz deb o'ylayman. Shuna o'z cho'ng bir g'alba. Shu o'z cho'ng g'alba. Ondan sonra kengisi götürmek lekin çoğum raske kavatsa hem de tıkım raske kılışını mümkün. Ama benim 100% larası vardı değil mi? Topan kertini kökende cık yağın söz digende. Mustafa kim yağın sözü de. Dep biraka hazır telefon kıldı. Kim yağın sözü de. Rozakon. Yok Rozakon raske yap kıldı olmam. Aşkına içinde şu hakını gep sağın en sen mikin de bu ya. Yağın yap kıldı bu şu. Sen pul tepişini maksat kıttırıp çakçakçı bulup kalgan mı ya ki özaniki qiziqishim aka bu. Hey, ma gapni qilib qolding qara, mendaq debchi-mi? Aslida men mushu gapni yig'inchoqlayman degandim chaqchaq orqali. Abiy men senga dedim, G'uljida shunday haqqa keldik desa, dasturxonlarni yoydim dedim bu. Chaqaga vaqtlarda men so'rinlar bordim. Bağa vaqtda 20 so'mga opirdim. Shun ba'zi berdi, bums bermaydi. Men bek japa chekkan bu chaqchaq yo'ldim. Nurg'ulligan so'rinlar qatnashdim. Ba'zida işte biz G'uljida hozir men oyoqlar o'tdik. Bizning G'uljiniki yez qishloq shaharlarda bo'lsin. Biz ilk bedeshqanni qurib erkekdek o'tirimizda. Eşadi şu sorunni kiyib kirib chiqish jo'g'arliqcha oyoqlarimizni silib emasmi? Oyoqlarimizni kiyib ketdi. Bir kuni bir yezg'i bir maslahatchiga chiqdim qara. Yezg'i maslahatchiga chiqib, işte bir qiqas cho'qan chaqchaq sorun oldu. Bir orliqda bu yerda bu muzik chalgandik, ejam deb bizning muzik chilindi. Chiqsam oyoqim yo'q. To'ygan baliq chaqirib makilasam dedim. Bu oyoq yo'q qofka. Sen oyoq ipray aka dedi. Ya bo'ldi oyoqni ipama. Apana lanxi olmasın. İşte bir ekşi gitti. Şunu kel şu lanxi bilen qaytib keldim de. Qaytib kelip hem de yani bağmayma dedim. Bir o't bada bir yerda. Hem de pulga chaqchaq qilgan bo'lsak, balkim xalqning nazaridan rasında tushib keta qo'ydik. Shu bir qiziqchilikda hozir, burun qiziqchilikda bo'lgansa, hozir xijolatchilikda. Xijolatchilik turmushdagi xijolatchilik emas. Bizni e'tirof qildi, azdir ko'pdir bildi, tushundi, xushallik izdigisi ki bizni izdaydi. Pulni degan bo'lsam, balkim tushib kelishim mumkin. Shu mezgillarda eng chaqaga vaqtlarda G'ul shaharga 2010 akirdi dedim bu. Necha bersa, anda beramsa, manda beramsa, u vaqtda el tonimaydi qara meni Nurali. 100 qo'y kirgan qo'y ichila, qilmamiz chaqchaqni. Hatta ashunda qilganlar bor, masalan, boshqa bir chaqchaqchilarda. Har xil odam keladi qara. Men nomus qilgan shu chaqchaqchilar tushib ketdi, elning nimasiga chiqolmay qoldi. Chunki bunda sharaf munbirga chiqolmay qoldi. Shu vaqtlar bo'pti barangni begina. Hatto o'zim kira qilib, o'zim chiqib ketgan. Pulning gapini qilib kelsak, balki mening makullarim kelmaydi. Men beshida odamiylikni qo'g'lashdim. Endi pul meni qo'g'layotdi. Majatdan qo'rqmayman. Pulsini qo'g'layotdi da. Hozirgacha. Men beshida pulni qo'g'lab olgamsan, bayram bo'lib ketdim. Ilam qaytgan rozi qilsa bilaman. Şu niye onda boğuştuk ayaklarını yolda geçsem ne çıktım bir şey onda öte. Ayaklar. Tekin malı meyedin. Mal meyedin. Yani bir ayağım battı o meyedin boğuştuk diyor. Bak yakından yakı biz körüvatımız ahire kısı ya. Anca mıcı rol ağam filmlerin mucı kıyıp katıdı o aka yakında. Mişede nek meydanda aba özağımı dedin aka. Acayette benim kabiliyetim, iktidarım ba.
Nerede? Döndün abay. Ben Serhat'cığım o kadar bilsilen traktörün rolü yaman. Şuna hazırmış naq maydanda ko'rmalarimizga, tomoshabinlarimizga azroq bir xo'shallik berish uchun qisqa bir etot shaklida bir narsa o'ynab baqayli deb o'yladim aka. Bu har bir sonda qilinayotgan buyruq. Har qanday odamga. Yaman jiddiy go. Abaqmaya kirib birdan berimda ma do'stlar o'tdaga vaqtni ma uni bir repeat qildiga ish yo'q. Ma ovqatni tuyuqsiz. Bu tuyuqsiz sanaymiz shunda. Mayli qilaylik. Juraf ukam, ma bugungi kelgan, ma chet eldan kelgan dаңliq savdogar degan. Shunga mening gapini menga bir to'liq bir payziq tarjim qilib bergin. Qanday ish bo'lsa men o'zim rozi qilaman. Pul topganman, tilni toz o'rganmabdi men. Çetellik koyayım ki özlemle bunu. Qanday ahvoli? Aka, havalan sen o gibi onu düşünem de. Hala? Hallo. Yaxşı mı deydi aka? Stop pling. Selam. Nimiş bilen keldim var deydi aka. O'tganki malni men mushuna bilan to'xtamlashgandim degina. Shuning qanday mushu nim deydi, nechidan oladi shuni bir degina. Is core miss is play today is monkey is to khadong. This for you what? Haysi saniyede bu istik alan bunu aka. Voy o'tgandaylik sud saroyda buni bilan to'xtamlashdik-ku sen. Men to'xtamlashmadim aka, sen to'xtamlashmading. Tonamsa demamsa bu biludu bu meni. Seni tonamsa demdim, men tonamsa demdim. Meni tonamsa seni makil qadasi tonaydi o, mening tas tonuvasi gaplarimda. İsmonim aka? İsmim Javdat. Is my name is Javdat is Marquis Punky Silpilapis. Who are you? Kim o sen deydi ha? Yo men Javdat bu mening nimdaydi, oyga chiqqan bu damda birindaydi, mal gaplar meni qo'y. I am Javdat. Javdat? You Javdat or that's Javdat? Sen Javdat bo'lsang bu kim o deydi ha? Meni Javdat demamsa sen pul topding bormi yo'qmi men jiddiylashtirib? Ya aka men gapini tarjim qilib beryapman. Is pass is Javdat is my is no. Dress back with Javdat? Just no. Yes. No way, What Javdat? Malliday majmua mana mayadvago. Javdat. Pis Javdat. Are you Javdat? Yeah. Ishqonon bir aklatgan qo'ldan tushib ketganim qo'y. Yo sen tushunmisan, yomon tushunmiz bu gapni. Ya ma'u sen Javdat mı deysan? Ben senin gapingni uchun deb bersam men Javdat desam, bu sen Javdat emas qilsam bilan qachon to'xtamlashgan deydi. O'tganda mallar to'g'ri qag'ish to'xtamlashdik. Shunga isklatga mal besilib qilyapti. Shu qachon ipmodim aniq desan so'ramamsan uni. Hey, please. Or no time. Crisp and bound. Ya men chaqaroq bo'lsam bo'ldi, vaqtim yo'q deydi ma'u. Tamoq yeydiganmi ya? Is my can eating? I'm not eating this time. Xapulavatida qachon tamoq qapirsa qo'sqamich ketdi deb aka. Voy bo'ldi chataq. Langma yegisizmiz degina manaqa. Is my cheese Langman nim deydi? Langman nima? Lamen deydi aka. Men tandim degan debdim seni. Is my cheese is my sweet please pop it is mile lamen. This crane of no. Qat'iy tonimi desizlarda ish qilg'isiz bolalar ekansiz deydi aka. Qanday tushganda uni to'xtamni? Sen tushunmaysan-ku buning gapini, men ahmoq mishak ekandim degina. Ya aka, sening gaping shu paytda deb beryapman bu. Bu qilib meni tonimayman, sen bilan xaton tuzishmagan deydi. Ama demoqchi men buni xaton tuzishmagan tursam akamda. Bas gap qildi-da bu. Seni qo'sh to'g'ri degan ama shunaqa degan. Bundan men qachon to'xtamlashib, qachon ko'rishib, tunjiqdim ko'rishishim aka. Hey, I'm no time. This Javdat. Bek vaqtim yo'q, sen Javdatmi, Javdat emas deydi. Sen xato tarjim qilyapsan, men ish chiqib birsa juma mal ashad besilib mangmaydigan ish kelsa shu vaqtda sen shuni Ya zodi sen Javdatmi, Javdat emas. Men shumi kimman? This is my Javdat. Manda qilmamsa, isni. My is Javdat. Mango. Oh, that's Javdat. Amni tunibdi aka, Sen tarjimonlik qilmay sharat orqali qo'ynar odamni chiqarmaydim bu yoqqa. Ya aka, men abay xato huquqim qilibdi. Meni Javdat deb o'ylab qoldim. Are you? Is my is poor Pasha. Yeah. Pasha. Pasha. Okay, Pasha. I like Pasha. Nasıl yaxshi ko'rman dedi aka. Sen paşusan men qanma bu yerda. Ya aka,
Mağazı milyon sodunun gipine kıvatşam anam bilen. Gılgaş gaş dişe aka bana koska içkitleri kapalı. Sen manda İngiliz sözlep, manavla mening vaqtimni almay, bosvaga daftarga sen bir xaritsiz ap oynar ben. Gap pul vermesine kazını satam sen böyle bir şey. Hozir buning bir o'g'isini qaynattın chiqay bo'ldi buning bilan. O'zimga o'tirib paranglashim buning bilan. Paranglışa gipon doktor al sana. 10 ming ko'p pul berish ig'ir ketmaydi. Tamam. To'xtab tur, sen kim degan bilan men javob berma. Oldu yaman ciddileştirişler sen nasıl üzüldün? Ma sen boldu kılar. Çalıp iyi adam öldürdün. Ticaret emas mani mehiyat vicdanı tuğuzmaydıgan qilib qo'yding. Endi aka, mında programmamizniki mush naq maydonda qatnashayotgan tomoshabinlarimiz, Urumchilik tomoshabinlar bo'lmasdan shu yiroq yerlardan mishaga yetib kelgan tomoshabinlarimiz hisoblandi. Shundoq. Tomoshabinlarimizning balkim so'raydigan savollari bo'lishi mumkin, deydigan gaplari, yurak so'zlari bo'lishi mumkin. Buning ustiga bizningki shu 2022-yillik Munavvar doktor tajdorligidagi Cho'lpon keldi programmasi emasmi? Munavvar doktor markasiningki birlashma qurg'uvchilarining birisi bo'lgan Buxalcham xonimi naq maydonga yetib keldi. Qarshilamiz. Salam ekran oldidagi ko'rilmanlar, yaxshimisizlar? Men bugun Cho'lpon keldi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. 2022-yillik Munavvar doktor tajdorligidagi Cho'lpon keldi programmasi naq maydon ko'rinishiga qatnashgan barliq qaltis vakolatchilar, riyosatchilar hammanglarga mendan o'tliq salom va oliy ehtirom. Salam Javdatjon, bugun shu Cho'lpon keldi programmasida siz bilan naq maydonda yuz ko'rishganligimdan intayin xushal bo'ldim. Rahmat. Davomli meli televizorlarda bo'lsin, meli mush Cho'lpon keldi programmalarda bo'lsin, hamma xalqimizni kuldiribla o'titgansiz. Ammo shu o'ydimi ayolingizni shunday kuldirib, yig'iltib kirimlarini buzib o'tadigan ishlaringiz bormi? Men shu uydagilarni so'ragan uni. Men biri oilada ko'pincha ba'zi bir ishlarni chaqchaq aylantirib olmayman-ku. Oilada erlik majburiyatim bilan otliq majburiyatim bilan yurma. Oilada shu kelib qolsa ba'zi bir jihatdagi qiziq gaplarni deb qo'yman ularni hamda hozirlansin, xo'sh olsin deb. Chunki ular mening japarimni tatayotgan kishilar emasmi? Anlasam şusunu oldu tarafta intayin şu qabek yağdı deb aldım. Şuna sizningki bayamlaq o'ltirib qo'pishda qalsam sal ballaringizni tutganingizda bir tutganda qildingiz. Shunga men bizningki shu Munavvar doktor chaplaqlarimizdan bir o'ris to'qinmoqchi. Bak göz chaplaqma. Bu haqiqatan esil mahsulot oldu bu. Men ko'z, til, badan charchaydi-ku. Keç-keçilab yurimiz. İşlaringlar texim o'ngishli bo'lsin. Bizningki shu Munavvar doktor tezlik sog'lomlashtirish maslahatimiz bo'lsa, ne og'risi shaga chaplasa unim qildigan revmatizm, zing, bel umurtqisi, yo'ldan so'g'oqdan bo'lgan har xil suyak kasalliklariga alayda manfaat qildigan qo'sh unumlik maslahatimiz bo'lib, har qanday ko'rmalarningki ishiltib beqishni chin ko'nglimdan tavsiya qilaman. Rahmat. Bizniki Munavvar doktor maslahatimizniki yana birisi bo'lsa, shu jiroq yaqinni ko'rolmaslik, qichishadigan, yonchoq go'sht o'sib oldigan, qizirib oldigan shunday ahvollari qarta bizniki shu intayin yaxshi bo'lgan ko'z chaplaqlarimizni tavsiya qilaman. Hammanglarning ishilib beqishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Ben hoş oldum zaten. Qandaka boshqa ish ishlamsa hamda. Mana orliqlarni qistirib qo'ygan pul yo'q. Men mana eng esil suvat bu bo'ldi deyman. Mana Munavvar doktorninki chaplaqlarni tizlag'i chaplab, ko'zlariga chaplab, texmi ro'shanlashtirib, xalqni aniq ko'rib, kimninki g'am qayg'usi va kimninki beshida ig'ir yuklar va shuni bir yengiltish uchun qarab, texmi xushalliqqa taqilishga tirishmanda hamda. Rahmat. Ig'izon chaplanma juma kamani yo'qlik qilmoqchiman so'zlarni. Va yo'q, uni Anvar kamda boshqadan Abduvali. Shu kompyuterni bekor tizimida atiq bek o'qishni ketdim. Ancha-muncha to'rdashlarningki bir savollari bo'lsa, so'rmoqchi bo'lgan. Shuni bu vakolata yetkazmoqchi uchun shu savollarni hozir bir so'rab baqsizmi? Nimni so'raysan? Men so'rashim majbur.
Bir to'rdishimiz debdi, Jadadka yaxshimisiz? Abaytı yaxshi his qilishimcha siz bek o'riq ekansizmish. Badan qiyofatingizni o'zingiz bir harakat qilib saqlab keldingizmi yo bir maxfiyatlik bormi bundan deydi. İçta. İçta emas, o'riqning ichi yo'riq degan gap bor. Ya sen ama qadam siz o'zgartibsan aka. O'riqning ichi yo'riq emas, o'riqning yuzi qo'riq deb gap bor. Bas kiygan cho'riq deb. Kilo sanımda aytaymi? 70 kilo kelma. 70? Ne bo'ldi? Kirib ketgandek turamdim. Şu çaqçaq yo'liga kirgandan tortib, menga nurg'ulg'an kishilar ta'lim tarbiyalarni qildi dedim-ku. Turqonning o'zi bir san'at deydi-ku menga. Men mush kiyim-kechak madaniyatiga bek diqqat qilaman. Chunki mush turqimiz kishilarga bir estetik zo'q ato qila olsa, kishilar bizning ichimizdagi bilimdan, ichimizdagi gapdan huzur ola oladi ekan-ku. Nurg'ulg'an chaqchaqchilarimiz o'tdi hayot yo'lida. Bular izchilliklarida o'z bilan kar olmay qoldi-ku bular. Mush is xiyolda zotimiz shunday shu xalq uchun qildik. To'g'ri, xalq uchun qilyapmiz. Eng beshida inson o'zini söyish kerak-ku. O'zini söylamagan odam boshqalarga mehr muhabbat ato qila olmaydi. Shu men o'zimning tan salomatligini shunday yaxshi azraymoq badan go'zallik harakatlarimiz bor deyman. Texman chaplagandan keyin ko'amina. Lekin bektedan aka xalqni suyib, Anvar kamdek suyalamsa? Ma Anvar kam 7-8 xalqni yig'ib burib so'ygan ekan o. Ya hazır Anvar kam suyishdan taraqqiy qilib ishlaydi hamma. Ma Anvar kam yo'g'on nima ekan bu ekan. Bu mandaylar jumasidan ko'rilda sen nashbit yig'ita aka. Ras. Ma Anvar kam odatda xalqni bir bog'lam qilib qo'ysan bo'libdi. Biz bir taldan suyganni ma yig'ib buraq suygan emasmi o? Ma diqqat sam tursa ma valin suyib netpis qilib. Sorayman mı bo'ldi? So'ra sen bika o'g'andiki. Yana bir to'rdishimiz debdi, Jadadka yaxshimi? Hamish yaqinda to'y qilmoqchidi. Maslahatchimni chaqiraydigan qanday aloqa qilishman deydi. Necha pul bo'layotsa hozir. Biz u vujudlarga maslahatchiga chiqib qolsak hamda. 500 dan yomotdi. Menga 500 da rasm tushyapti kerak. Men izdis bo'ldimi, qatnashibman? Qanday izlayman? Telefon nomerim deyman. Ya ishimiz borong deb qo'ysan qolsa son bo'ladi aka. Baha demaymiz. Eng adil baha xalqniki chavaki qolgan sağan pulejimi? Pulsangiz rozi bo'lmaysiz. Pulsangiz rozi bo'lmaysiz. Nurg'un to'ylar qatnashdik. Hatto biz pul xashlab og'illarning maslahatchilarini qilib bergan Nurali. Isil. Yaqinda to'y qilmoqchiman. To'yanmoqdi ya. Bulamala o'ligilishib ketdik valla. Men ipray bo'ldim. Das meshadik ayollar bilan qo'rquvchi meni xamchay qilib baraylar. Bir berib degandek. Siz el cho'piringa degansiz. Siz el cho'piringa. Siz yomon yo'g'onkansiz ya sizni to'yga so'yib yutamdik ya. Açatdik adam sandig'ini olsan Nurali'niki. Ma'zik Shangang'niki. Siz ma qudi tarafdan rahmat. So'rg'i ne bo'ldi dedi. Anvar kam buni so'raydik. Salam ekran oldidagi barliq ko'rilmalar. Salam bugungi so'rinimizning kulturgisi. Rahmat. Qiziqchisi, chaqchaqchisi Jodat. Rahmat. Mendan ammonlar o'tib salam va alaykum. Nurg'un chaqchaqlaringni anglagan ukam. Şunu bugünkü çaqçaqın mağına ait geldi. Ben bu xoşallık taptım. Lekin bu çaqçaqның nimeligini ben burundan tushungacha Jodatdan bugün xoşup kaldım. Şunu muşu münasebet bilen yakın arlıqdan bir qatim görüşkünümden xursand boldim. Sen muşu çaqçaq qilgan so'rilarda çaqçaqın eg'ir kep ketib so'rindan chiqib ketganlar bormidi? Mesela Anvarkam demek ben taslı kaldım abay demekçiler. Ve açtan kısım bolandı. Demek ben hem de İsamkamdan çaqçaqlardım oltuğan. Ebelandan çaqçaqlardım olturup bakkandım ço. Manada Manada çaqçaqlar normal bir faaliyettek bilindiğin bu qağalı. Lekin 3 günden ben vurursun. Utasınız oldu ben de.
10 yıl oldu bu çakçak 10 yıldan eşipti. 8 yıldan aldı da deyman. 2012'si o deyman. Gulcuda işte bir sorunda bir ürümçilik balık gelmiş. Gulcu hizmet işi bilen bölünüp. Ada işte demen sen benim işte meslekçiyimni qılattım. Şu meslekçiyim qatnaşmagan bolsang dedi. Boludu dep şu meslekçiye qatnaştım. Taz qiqas çoqqan bir yerda çakçak qıvat attım. 7-ci ay mezgili. Bir arlıqda 2 bal kirib geldi sorunga. Gayri kin vaptı da bir xilda denkola bilen kirdi bular. Bu yıllarda zincir bulanın. Bunda adam teppasak biz neçke oynayımız keledi de çakçak. Kirişigilik işkisini oxşattım da bir yerde. Çoqqan sorunun içi. Sazuğa vaqtida bir arlıqda bu ballar yo'q da. To'ygan bal oda işte desem, Ürümçiden kelgeshik og'inamdi. Nima bo'ldi desem, endi diqqat qilganmisan chaqchaqdan. O'zim shu yerda bir ajoyib bir xillik bir yangiz bo'lib qoldim da. Men aş G'uljining ballari debdiman da, buni me'monligini uqmayman. Keyin u balmash Ürümchi kelgan vaqtimda ash og'ingiz orqali men telefon qildim. Mening bir yerim, chunki men xushallik berayotgandan keyin aka bir odamni xafa qilib qo'ygim kelmaydi-ku. Aş ağinamga telefon qilib, "Adaş, nadasan?" desem, "Men Ürümchida" dedi. "Ilq ishki ağinamni chaqirib chiqqan bo'lsang" dedim. Ilq ishki balni chaqirib chiqibdi. U ballarni ko'rishdik. Ko'rsak, ularningmi tunji qitim elining so'rniga chaqchaq og'laymiz deb baqdik. Ularni men kedan keyish to'yg'izibdi-da. Nima bilaman ularning qulchilikligini, endi ularning payjodi bu ishin edigan bo'lmasa, kechirim so'rdim. Sonra kim bular sen kechirim sorma dedi. Mana o'g'ilvalchilig'i sen kechirim sorma. Hadi singillarimizni o'xshatmading, ya ota-onamizni o'xshatmading. Bizning kichigimizni sen bir qamchilig'anding. O'ylab baqsaq biz xato kiryaptik. Asl unda sorun deganga tirisdik. Qiqas ya bu ishtallarimiz bilan kirishimiz kerak deb biz keyin kirishga nomus qilib yenib keldik dedi. Xapomanglar deb qo'ydim. Endi shunda bir ishlar bo'lib qoldi ekan sorundichu. Keyin ma sorun tadrijiy masalan ajinda esil jamiyatga kishilar bilan ko'rishgandan keyin men degandek musafir deb ham u ballarni musafir demam shu yurt mehmon bo'lib qolgandan keyin shularni biraqir bölüp ilişimiz gerek ki. Daha qarab hem bir yerde hemimizni körüp oğunmaydı. Aşta işler qattiq diqqat qilsam bo'ldi deb keyin bizning sorun jamiyat tarbiyalab ekeldi aka. Shunda chiqib ketgan, olay chiqib ketmaydigan ish yo'q. Oyoqlarimizni tashib yotgan. O dedim o aka, chaqchaq. Chunki ularning qavatini chaqchaq tapimiz bor. Salam ekran altidagi ko'rmanlar. Men Ruzguldan hammalarga o'tliq salom va eng oliy ehtiromlar bo'lsin. Jadidga siz aytayotgan bizni kuldirib zat ko'zlarimizdan yoshlarimiz yiqib ketdiras. Hammamiz bek hayajonlandik. Hamda turib siz o'zingizni mushu hozirgidek cho'ng saharlarda o'ltirganda his qilibchi, tushlaringizdan chaqchaq qilib mush uyatga oyoqingizni, bolalaringizni uyg'otib ketgan ahvollar bo'lgan. Söylemseye demekti. Kallanızdan dədua mı deyin gel. Uçak atışı. Mikrofon bile vaklı koy pul düşürüp koyacağım. Bulmam da beni. Biz keçi işte olacak. Nerede çüşüyor? Adette keşkurulluq boludu toylarca. Biz keçide, çaqçaqni keçide qılmız. Hem de hazır dep qaldığımız bir keçisi mesela çaydan qaytib kelip qara. Bir saatmiş 5'imnin etrafında şu bir xiyallar əgiydi-də kimki birəsi bir yığız mındaq gap qoydum mu? Apla anda dep qoydum mu? Degan bir ideyalar boludu. Oylab özüm aş qilgan chaqchig'imni bir kunlik qilgan faoliyatim bir kechining ichida bir soat uxlag'ich özüm taz bir yakunlab etib undan keyin xotirjam uxlayman qara. Bugun boshda qilgan da. Bugun boshda qildim chunki ig'izdan chiqqcha so'zni odam boshqardi, chiqib qolgan so'z odamni boshqarib qilishni istayman men. Shunga kishilarning ko'ngliga azor vermasam deyman. Ablat Abdurim akamizningki bir gapi bor. Eli chaqchaqchilik edi. Bu tədrici tərəqqi qılıb ustozlarning iziga varislik qilib kelayotgan yoshlar bor. Buni ustozlar bir büyük bir güzel sənət bizga hazırlab tashlab berdi. Chunki eli chaqchig'ini tərəqqi qilishda bizda eli bir gap bor. 30 o'g'il 9 qiz deb ta'riflanmoqchi. 30 o'g'il degan gap shu chaqchaq sorunning 30 o'g'il huzurlanmay shu 9 qizning shuningda bir hassi bo'lish kerak. Seningda xushchaqchaq yigitlarni, shuningda xushchaqchaq kishilarni Maşında isil güzel hanım kızlarımız, analarımız tutkan maşlarını güldürüşün gerek dedemez mi? Vay, çakçak ayarlarına açık bir umum düşüp kese olat diyor. Vay, kazıyıcılar turuzlayını ki toşak pul çıptı oldayımız da. Salam, Cavdet Efendi, hoş geldiniz. Rahmet. Bir soğan sorsam, şu söyleyip geliş başlanıştın burun. Da Cavdet Efendi'm kildiken dedi. Bu Kazak mıdır? Ben çıkıp görünmelerden sorusu var diyor. Ben Mening ismimga qarang.
acayip jiqi bek qiziqdi, bek heves qildi-ku. Qani o'tiringda. Kim qo'ygan akamış ismini? Biz Cın tarançıları e'lanikichu. Endi bu ismni buvam qo'yibdi ekanda, Javdat deb. Mesmi yaşık. Javdat degan ism Joma ozmi. Janub Shinjongda mumkin emas qo'ymaydi ekan bu ismni. Shunda ham senda lavayli bor. Javdat degan ism G'uljida yo'q. Javdat Yebi degan ism yo'q G'uljida. Ya mantiq bu ne laqam deb o'ylabdim-a. Ya laqam emas, Javdat degan ism. Keyin men ismimni toza mashinimlardan, cho'nglardan so'rsam, layoqatli yaxshi er degan mendiki. O'zim davosini bo'ldim. Kim dedi aşkım sana? Momam buvam deprim. Sen çıkardın dedi onu. Javdat o'zimning asli ismi. Yaxshi sizlar ekran oldidagi ko'rilmalar va naq maydondagi tomoshabinlar hammanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugungi dasxonimizning aziz mehmoni bo'lgan Javdatga xush kelibsiz. Rahmat. Mushu baytda yoqi hammalarga chaqchaqlarni jiq qildingiz. Meningki azroq to'lqinga yer bo'lib qoldi. Men azroq chaqchaq qilib qo'yammikin? Aşkılar çakçak kılmadız mı çakçak kıyamekinde bana bir kızıkçılık ma bir yenilik oldu mu? Nurgun kişiler bana çakçak kılmadı değil mi? Bana çakçak bu terbiye ma bu zaten. Sen kadar çakçak kılmadı iştahının seyirtimiz tat bırak açık oldu. Ya kaçkadın jüt ketken Marko mu ya bu? Ürümcük apsınızdaki. Azraq qoldi deytdim o. Söyle qil chaqchaq xumav ketsa sen chaqchaq ukulga o'tib bo'lasiz. Mana mavashda jigidi. Chaqchaq qo'ygan ekan. Rastemada yetlik so'rganda qilib Keşte yatqanmasın bir çıktı. Aka chaqchaq. Heli bir azazıl xotinlar va o'lgidek tayoq ismi yana yetib olib tillaydigan. Bir yana bo'lishig chaqchaq qilsam, yana moyning ozroq qoldi. Ya mesela bugün miyedi sen otamay, Anvarkam otamamasa Anvarkam beni bir suyup koyuyor. Çoğlar bağda ya. Ya çaqçaqdan şevket deyip çıkırıp etken. Çok teşekkür ederim. Çaqçaq çıkıp gedip jüt qayerden? Jüt koruldu. Koruldu mu? Kimden şagirtler? Sizin şagirdiniz mi? Ma bo'ldi ekan ma shogirdimiz. Yaman do'mbuloqga akib suyib ko'ptirib yetibsiz. Yetdimi? Yetdimi qada? Yetti. Rahmat. Xaltang to'shdimi? Ya lekin bo'ynimizni qilishdi ekan. Xeli kayfiyatni yuqori ko'taryapti. Ma bo'ldi ekan ma u. Mening tek qonmidi deydi. Qandaq? Hamda 10 minut ko'rdim. Yaqdan tuluq qo'limni ko'rdim. Xotirjam bo'l bu Munavvar doktorning karamati. Ma o'tirdik o'taga odamga bir momiya. Bu bana bunda sorun qaytmasdan el mallarning chiqitaga to'ra qo'ysin. Koni kavasning to'ngdak o'tasa. Bu hakkımızda Anvarkam qilib basan chestayda qo'yib. Anvarkamga beritandiq yab odamni. Talaga chiqib bir qurtaq o'ynab kirgan. Ma balis yugurib kirdi. Dada, tansangning bunda qaraq yerga qoldi. Xotirjam bo'ldingmi? Xotirjam bo'ldim. 3 tal yumir beray, akitib uni ko'rliq kunda tomoqdan keyin iste'mol qildim. Bo'ldi. Rahmat sizlarga. Kesan buldak. Tasavvur qilib baxmagan bir ishlar bo'ldi bugun ha. Bunchilik hammalarni unda telextur yutdi deb raska qilsam unda o'ylamabdi ekanman. Xiyolimga keltirib. Odatga ko'ribsan ketan. Ya yaratmabdi ekanman. Men kirib shu cho'lpankarda kirib shu seniki qanday qilsam bo'ladi dedim. Men Valini ko'rib men qiziqdim men. Ürümçide erlarning bunda go'zal o'q etgan.
Özellikle işçim ağırdı ki elimdeki iş yügrep çıkamadı. Aka işkinde bir bunumda su yıkıp Öz qilib qanday olmasa jaqjaqim qilishdik qo'y aka. Shunday. Rahmat. Shunda bir so'rinni bilib bo'la olganligimiz biz uchun bir g'animat deb o'ylayman. Buningdan keyingi ishlarning texim yurishlik bo'lsin aka. O'ylagan shu arzu armonlaringga, nishonlaringga yetishingga meshada o'tgan hammaylar ekran oldidagi hammaylar tilakdoshligimizni yana bir qatim bildiramiz. Amdi akam şu ahırlaşmaydigan soru yo'q degandek. Bugungi san programmamizdagi vaqt cheklik bo'lib qolganlik sababli mishada ahirlashadigan bo'lib qoldi. Qandaq bo'lmasin, hammalar o'rta xo'shallik topa oldik deb o'yladim. Oxirida so'raydiganim akamizdan bugun qatnashib qandaroq hissiyatda bo'lding? Bayatdan ayliq bir gapni deb o'tib ketdim. Il xalq radio stansiyasida ishlagan vaqtimda men nereden bilmay shakirgin men 2 yil bo'lgan tursa degan gapni qildim dedim-ku. Chunki xalqniki bizning kutadigan eng muhimi tabiiylikni tutdikanchu. Oldingda desam bo'lmaydi deb kan. Beshida oldingda maqtab etgansam chaqchaq qilamadim. Abduvali ishkanlarda haqiqatan suyundik. Bu programma bizlar emas, nurg'unliga yoshlarning, hatto cho'nglarning, yashanganlarning, hatto har millat xalqning bir qiziq ko'rgan ko'zir programmasi bo'lib qoldi. Tabiiy bo'lishimiz kerakkanchu. Bek yasalmalik bilan kishilarningki xush yo'q. Bek qilganidek yasalmamda yurib ketganlar. Bu hamanim bu xalq uni bir ko'rdikanchu, ko'rib voy to'xtab turadi. Tabiiylik nimasi deb shu sening shu tabiiy riyosatchiligini qarab shunda qo'shilmiz, so'yinimiz. Bu bir xil men erkin ozod bo'lib qoldim. Bo'lmasa sen mana bir programmada faoliyat etsang, cho'qim men chaqchaqni yodlamasammi, yumorlarni yodlab, shuni men saran qilib yetaverdim. Qanday qilmay, qanday tayyorlik qilamiz deb. Programmalar Şinjan emas, butun mamlakat miqyosida bizlar emas, butun har millat xalqininki yoqtirib ko'radigan esil nopozliq, ko'zirliq programmalar bo'lib kelishiga chin yuragimda umid qilaman. 2022 yillik Cho'lpon keldi programmamizdan tajdorligini Munavvar doktor markasi alayda qo'llagan. Her iş seherden başlanıdı. Yaxşı keyfiyat bir kundan aşkıcı. Yuyica, yani Munavvar doktor, mayli hizmet yoki seferdi bolay menden ayrılmaydı. Yo'q, men onu yenimden ayırmayman. Onu kichik çağıma. Ba'zida kichik ishlar cho'ng ishlarga ta'sir qiladi. Bir kunlik yaxshi kayfiyat bilan hayot qaynonlig'i shunday hisobamanki, baxtni, muvaffaqiyatni, hayotning qimmatini o'zim yordiman. Umid meni davomli olg'a undaydi. Baxtni qo'llashga, his qilishga undaydi. Sog'lom turmushni o'zingiz izlab toping. Munavvar doktor. Markalık mahsulotlarni e'tibor bahasi etib olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda bexatar ig'lik tikilmoqchi bo'lsangiz, Şinjan So'dimal to'rimizga kiring. Atrofingizdagi yemak-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan e'tiborga erishmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz turmush supsiga kiring. E'tibor bahad mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz mashina supsiga kiring. Hazır organ salonumuzu qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bog'larga erish fursatingiz bor. Onundan başqa yana programmamiz riyosatchilarining kiyimini bo'lsa, Miras kiyim-kechak madaniyati cheklanish shirkati alayda qo'llagan. Bovlardan Miras tog'dagi qomatga qiyos Miras kiyimlari. Qanday aka? Yarishibdimi? Ketmas. Chaqchaqchimizni alayda qo'llagan o'rin qo'lji chaqchaqchiligi. Bugün şu Cho'lpon keldi programmasi orqali meniki chaqchaqlarimni izchil qo'llab kelayotgan barliq qarindoshlarımga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shundaq naq maydondagi do'stlarga, Abduvali, Nurali sizlarga, Cho'lpon keldi guruhidagi barliq jafokash xizmatchilarga rahmatimni aytaman. Men shu yo'lda tirishib, ozdir ko'pdir menga yaxshi ta'lim tarbiyalarni bergan to'kpikor akalarimga, iladagi to'kpikor chaqchaqchilarga, shundaqla mening bilan tang qurdosh, kasbdosh chaqchaqchi alog'ilarimga, urug' tuqqanlarimga, otalarimga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Har vaqt, har chaq sizlarning xushalliginglar uchun kamini javda tarafqa har vaqt tayyor qarindoshlar. Rahmat. Cho'lpon keldi. Men ketar bo'ldim. Yari Erzim bayan eylep gider Erzim bayan eylep gider Mihriban yar kaldı gülüm panda kılar
yığılap gider. Mehriban yar kaldı da Gonca gülüm kandaklar Çöllerde sar yığılap gider. Rahmat aka, seni endi cümleden men yaxshi ko'raman. Tomoshabinlarning orasidami balkim sen to'g'riliq chiqib tushunmaydigan tomoshabinlarmi batdi. Mush fursatda tushunib oldi. Mencha yaxshi ko'rdinglar deb o'ylayman. Men tomoshabinlar, ko'rmanlar hammanglar yana bir qatam tashakkurimizni bildiramiz aka. Seni yaxshi ko'rganligimizni ifodalash uchun Cho'lpon keldi. Markasidagi programmani o'qimiz bor. Mushni hadiya qildik. Yaxshi saqlag'aysiz aka. Hoş buldum Nurali. Abduvali sizlar ko'pdan ko'p rahmat fikirlarim. Cho'lpon keldi programmasiga taklif qilganlarga shunda xush bo'ldik. Mushu munosabat bilan eldagi har millat qarindoshlarimningki, xushchaqchaq xalqimizningki yana o'tliq salamini, shularningki rahmatini bildiraman. Salomat bo'linglar. Mush ekran oldidagi barliq qarindoshlarni, mashadagi qarindoshlarimni G'uljilarga kelib sayohat qilib ketishinglarni, elaningki naq maydon go'zal chaqchaq paranglardan huzurlanishinglarni, elaning qaymoqliq etgan chaylarini, onalarimizning sizlarga salgan dasturxonni, otalarimizning sizlarni kutib olgan berkatlik dasturxonlarga qadam tekshirib qilishinglarni chin yuragimizdan umid qilaman. Rahmat.